Bugungi darsda getdan qanaqa qilib speakingda to'g'ri foydalanishni 5 daqiqa ichida o'rgatib qo'yaman. Boshladik. Xullas, birinchi getni biz sifatlar bilan ishlatishimiz mumkin va getni sifatlar bilan ishlatganimizda uni ma'nosi turli xil o'sha sifatlarning ma'nosiga moslashib ketadi. Getni o'zini tarjimasi olmoq edi. Ana endi uni sifatlar bilan ishlatganimda o'sha sifat qanaqa tarjima qilinsa o'sha sifatni fe'lga aylantirib beradi, ya'ni ish harakatga aylantirib beradi. Masalan, get rich. O'zi rich boy degani, get rich degani boyib ketmoq degan ma'noni bildiradi. Fat degani o'sha ortiqcha vaznga ega yoki semiz degani. Get fat deydigan bo'lsak, semirib ketmoq degan ma'noni bildiradi. Va bitta misol tuzib beradigan bo'lsam, qaranglar. Kimdir mana bu getni endi get hozirgi zamonda aytilishi get to'g'rimi? Masalan, get rich desam, hozirgi zamonda boyib ketmoq deganda, o'sha uni boyib ketdim deb aytish uchun mana bu getni ham o'tgan zamonga qo'yishim kerak edi. I got rich desa, kimdir shu boyib ketdim degan ma'noni bildiradi. I got rich. Yoki get strong degani o'sha kuchli bo'lmoq, nima deydi? O'sha physically, ya'ni jismoniy jihatdan kuchli bo'lishni ham get strong desa bo'ladi. Ya'ni kimdir aytaylik zalga bordi, zalga borib, nima deydi, muskullarini chiqardi, kuchaydi, to'g'rimi? O'shanda shu odam nima deyishi mumkin? I deydi. Got strong deydi. Ya'ni men kuchaydim, ya'ni kuchli bo'ldim degan ma'noda aytsa bo'ladi. Keyingisi hungryni ko'p uchratgansizlar. Och degan to'g'ri. I am hungry desa men ochman degan. Ana endi uni fe'l bilan aytmoqchi bo'lsam, men och qoldim demoqchi bo'lsam, get hungry bo'lishi kerak. Get hungry hozirgi zamonda och qoldim deb gapirish uchun o'sha fe'lni o'tgan zamonga o'tkazish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun get yana got bo'ladida. I got hungry. I got hungry. Ya'ni men och qoldim degan ma'noni bildiryapti. Ana endi get ill, get sick bular ikkalasi kasal bo'lmoq degan ma'noni bildiradi. Get older degani o'sha yoshi kattalashmoq, yoshi ulg'aymoq degan ma'noni bildiradi. Masalan, I got older desam, ya'ni meni yoshim kattalashdi, yoshim ulg'aydi degan ma'noni bildiradi. U nechida bo'lishi qiziq emas. Masalan, 20 dan 30 ga o'tgan bo'lsa ham I got older deyish mumkin. 30 dan 40 ga o'tgan bo'lsa ham I got older. Keyin mana bunaqa gaplarda ishlatiladi. Masalan, yoshim kattalashgan sari men ko'p narsalarni tushundim demoqchi bo'lsa kimdir. As I got older, I have understood many things. Ya'ni yoshim kattalashgan sari ko'p narsalarni tushundim. Xo'p, keyingisi cold, sovuq. Buni get cold bilan ishlatadigan bo'lsak, sovuqqatmoq degan ma'noni bildiradi. I got cold because it's freezing cold outside desa bo'ladi. Ya'ni men sovuqqatdim chunki tashqarida juda ham muzlatadigan darajada sovuq. Xo'p, nervous degani asabiylashmoq demoqchi bo'lsak, got nervous deb aytar ekanmiz. For example, Alex got nervous because he was fired. Ya'ni Alex asabiylashdi chunki u ishdan bo'shatildi. Mana shunaqa gap. Smart o'zi aqlli, get smart deydigan bo'lsa, o'sha aqlli bo'lib qolmoq degan. Ya'ni kimdir ko'p kitob o'qib aqlli bo'lib qolgan bo'lsa, aytsa bo'ladi. I got smart by reading a lot of books. Ya'ni ko'p kitoblar o'qish orqali men aqlli bo'lib qoldim. Ya'ni aqlli bo'ldim degan ma'noda. Angry degani jahldor. Jahli chiqmoq. Got angry. Ya'ni jahlim chiqdi bo'lsa got angry. Shunchaki jahli chiqmoq fe'li qilmoqchi bo'lsangiz, get angry. Ya'ni hozirgi zamonda ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, meni tez jahlim chiqadi deb aytadigan bo'lsa kimdir, I often get angry bo'ladi. Ya'ni tez jahlim chiqadi. Va oxirgisi popular degani mashhur, to'g'rimi?
Endi get popular desak, mashhur bo'lmoq degan ma'noni beradi. Masalan, aytmoqchi bo'lsam, aytaylik Jack mashhur emas edi, keyin o'tgan yili bitta uni hit qo'shig'i chiqdida, Jack mashhur bo'lib ketdi. Mega yulduz bo'lib ketdi deylik. O'shanda nima deyman? Jack got famous deyman. Ya'ni Jack mashhur bo'lib ketdi. Endi bu yerda popular demoqchi edim. Ikkalasi sinonim edi. Ikkalasini ishlatsa ham bo'ladi umuman. Bu kontekstda farqi yo'q. Got popular. Shu mashhur bo'lib ketdi. Last year qo'shib qo'yadigan bo'lsak, o'tgan yili degan ma'noni bildirar ekan. Buni tushuntira oldim degan umiddaman. Buni speakingda bemalol foydalanavering. Writingda maslahat bermayman, chunki bu informal language hisoblanadi, ya'ni norasmiy. Xo'p, lekin speakingga zo'r foydasi bor. Endi sizda savol bo'lishi mumkin. Ustoz, faqat shu sifatlar bilan cheklanamizmi deyishingiz mumkin. Yo'q, get bilan boshqa bir sifat ham kelishi mumkin va o'sha sifatni fe'lga aylantirishi mumkin. Men iloji boricha yaxshi tushunishingiz uchun ko'proq misollar yozishga harakat qildim. Boshqa sifatlar bilan ham ishlatib getni siz fe'l yasaga olishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Xo'p, ana endi getdan keyin fe'lli uchinchi shakli, ya'ni o'sha noto'g'ri fe'llar jadvalidagi fe'lli uchinchi shaklini ishlatishingiz mumkin. Va qarang, bu yerda lose fe'li bor. Lose fe'lini o'tgan zamonda uchinchi shakli lost. To'g'rimi? Lost degani o'sha yo'qolgan degani, to'g'rimi? Ya'ni nimanidir siz yo'qotgansiz. I lost my money. Ya'ni men pulimni yo'qotdim. Bu yerda ish harakatni kim bajaryapti? Siz bajaryapsiz. Chunki pulni yo'qotdim deyapsiz. Ana endi siz tasavvur qiling, nimanidir yo'qotmadingiz, sizni o'zingiz yo'qolib qoldingiz. Ya'ni ish harakatni siz bajarmayapsizda, sizga nisbatan ish harakat bajarilyapti. Siz yo'qotmadingizda, yo'qolib qoldingiz o'zingiz. Shunaqa ma'no berish uchun gapga. Get bilan fe'lli uchinchi shakli ketma-ket ishlatiladi. Ya'ni mana bu yerda get lost degani yo'qotmoq emasda, yo'qolmoq. Masalan, aytsangiz bo'ladi. I got lost. Ya'ni men yo'qolib qoldim. Qayerda yo'qolib qoldim? In the forest. In the forest degani o'rmonda degani. Ya'ni kimdir sayr qilishga chiqqan yoki qo'zi qorin terishga chiqqan aytsa bo'ladi. I got lost in the forest. O'rmonda yo'qolib qoldim. Ana endi mana bu find so'zini uchinchi shakli, to'g'rimi? Find o'zi topmoq degani edi. Topmoq. Ana endi masalan men aytaylik kошелек topib oldim, hamyon topib oldim desangiz, ish harakatni siz bajargan bo'lasiz. Lekin mana bunaqa deyishimizga ham to'g'ri keladi ba'zida. Meni topishdi. Ya'ni siz topmadingiz, sizni topishdi. O'shanda sizni ustingizdan ish harakat bajarilyapti, ya'ni sizni topishdi. Shunda get found deymiz. Get found. Bu topilmoq degani. I got found by my students, for example, in the forest. Ya'ni shu o'rmonda yo'qolib qolgan odam uni talabalari topib olishdi. Ya'ni men topib olindim talabalarim tomonidan deyish mumkin. Yoki hit yoki bit. Ya'ni bitni uchinchi shakli bitim bo'ladi, hitni uchinchi shakli hitligicha qolaveradi. Bu ikkalasi urmoq degan ma'noni bildiradi. Urmoq. Ya'ni I hit somebody desa kimdir, men kimnidir uraman degan. Ana endi men uraman emas, men urildim. Ya'ni ish harakatni menga nisbatan bajarishdi deydigan bo'lsa o'sha odam get hit yoki get beaten deb aytish kerak bo'ladi. Urushib qoldi kim bilandir va kimdandir kalta yegan bo'lsa, u mana bunaqa aytadi. I deydi, men urmadim, urildim, ya'ni kaltak yedim deydigan bo'lsa, I got. Ya'ni men bu hozirgi zamonda turibdi, buni o'tgan zamonga o'tkazsam o'sha kaltak yedim degani bo'ladi-da. Getligicha aytib qo'ysam, kaltak yeyman doim bo'lib qoladi. Hozirgi zamon bo'lib qoladi. Kaltak yedim demoqchi bo'lsa, I got deydi-da buni. Hit deydi.
I got hit. Man urdim emas, urildim. Kimdir urgan. Aytaylik, at the party deylik. Masalan, party bo'layotgan paytda janjal ko'tarilgan. Bu odamni kimdir urgan bo'lsa, I got hit deydi. Yoki I got beaten desa ham bo'ladi. Ya'ni ikkalasini ma'nosi ko'p hollarda bir xil. Ana endi punish, jazolamoq. Siz kimnidir jazolasangiz, I punish deb gapirasiz. Sizni jazolashsa agar I get punished deyishga to'g'ri keladi. Masalan, darsga kechikib keldingiz va o'qituvchi sizni jazoladi. Shunda I got punished deysiz. Ya'ni men jazolandim by my teacher, o'qituvchim tomonidan. Xo'p, chosen, bu choose, tanlamoq fe'lini uchinchi shakli, tanlamoq. Agar siz kimnidir tanlasangiz, I choose deb gapirsangiz bo'ladi. Lekin sizni kimdir tanlab olsa birorta musobaqaga, masalan, men tanlab olindim deb gapirmoqchi bo'lsangiz, I got chosen deysiz. I got chosen for the competition. Ya'ni musobaqa uchun men tanlab olindim. Yoki award, bu mukofot bermoq. Kimgadir siz mukofot bergan bo'lsangiz, award deb aytaverasiz. Siz mukofotlangan bo'lsangiz, I got awarded deyishingiz kerak bo'ladi. Ana endi release degani ozodlikka chiqarmoq, qo'yib yubormoq degani. Ana endi o'sha mahbuslar bu gapni kinolarda aytadi. Ya'ni mahbuslar ozodlikka chiqarmaydi-ku, mahbuslar ozodlikka chiqariladi. Shuning uchun ular ham ozodlikka chiqarmoq fe'lini get bilan birga ishlatadi-da. Ozodlikka chiqarildim deydi. I got released deydi. For example, at the beginning of this year. Ya'ni mana shu yilning boshida men ozodlikka chiqarildim degani bo'ladi. Ana endi arrested degani hibsga olmoq. Masalan, politsiya o'g'rini hibsga olgan bo'lsa, aytamiz, the police has arrested the robber. Ya'ni politsiya o'g'rini hibsga oldi. Ana endi hibsga oldi emas, biz o'g'rini birinchi aytib, o'g'ri hibsga olindi demoqchi bo'lsak, o'g'ri hibsga olindi. Shunda nima deydi? The robber got arrested deydi. Ya'ni o'g'ri hibsga olindi. Ya'ni siz getni bularni har biriga qo'shasizda, o'sha getni qo'shib gapirgandan keyin gapirayotgan odam ish harakatni bajarmagan bo'ladi-da, gapirayotgan odamga nisbatan ish harakat bajarilayotgan bo'ladi. Xo'p, mana bu bite so'zini, ya'ni bite fe'lini uchinchi shakli. Bite tishlamoq bo'lsa, bitten bu uni uchinchi shakli. Ya'ni biz bite'ni tishlamoqni aytsak, o'sha gapirayotgan odam tishlagan bo'ladi-da. Gapirayotgan odam tishlanganman deyish uchun got bitten deyishi kerak bo'ladi. Ya'ni men uni birorta ko'chada it tishlab olgan bo'lsa, I got bitten deb aytadi. Ya'ni kimgadir aytib beryapti, shikoyat qilyapti, ariza qilyapti, shunda u got bilan ishlatadi. Ya'ni I got bitten by a dog in the street, masalan, ko'chada bir it tomonidan tishlab olindim degan ma'noda. Va mana bunga e'tibor beringlar. Bu yoqda catch tutmoqdan kelib chiqqan. Bu caught. Catch fe'lini uchinchi shakli caught bo'ladi. Ana endi qarang. O'zi bu tutib olmoq degan ma'noni beradi. Tutib olmoqni biz tutib olinmoqqa o'zgartirmoqchi bo'lsak, get caught bilan aytamiz. Ya'ni aytaylik, bitta kinoda men shuni misolini ko'rganman, juda ham chiroyli ishlatgan. Prison Break degan serial bor. Panjara ortida. Ingliz tilini o'rganish uchun ham juda ham maslahat beraman. Meni o'zimga juda ham yordam bergan. O'shanda nima deydi? O'shanda ikkita politsiya ofitseri bo'ladi va bittasi pora olayotgan joyda tutiladi. Ya'ni ko'ryapsizlar, har doim tutmoq fe'li ishlatilmaydi, ba'zida tutilmoq fe'li kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha politsiya ofitseri tutiladi pora olgunicha. Demak, u tutildim deyish uchun get caught deb aytish kerak. Agar caught o'zini aytib qo'ysam, o'zi tutgan bo'lib qoladi-da. Tutildim deyish uchun get caught deyish kerak bo'ladi. Shunda nima deydi? Qaranglar. O'sha pora olib, tutilib, ishdan haydalib ketayotgan paytda sherigiga
san ham ko'p pora olasan, hammasi sani deb bo'ldi deb aybni sherigiga to'nkamoqchi bo'lganda sherigi I never get caught deydi. I never get caught. Ya'ni bu degani nima degan? I never get caught. I never get caught degani men hech qachon tutilmayman deb sherigi shunda javob beradi. Ya'ni mani ushlab olishmaydi deb javob beradi. Xo'p, va oxirgisi killed. Killed o'zi kill o'ldirmoq degani to'g'rimi? O'ldirmoq. Ana endi biz get killed deydigan bo'lsak, o'ldirmoq emas, o'ldirilmoq degan ma'noga o'tib ketadi. Buni kinolarda ko'rishingiz mumkin. Kimdir qaysidir bir sahnada o'ldirib ketilgan bo'lsa, o'sha odamning ismi aytiladi. Buni men bu yerdan misol qilib yozaman. Aytaylik, Mr. Black, ya'ni shunaqa ismli odam bo'lsa, agar bilmadim, Mr. Black bo'ladigan bo'lsa, Mr. Black ismli shaxs got killed deydigan bo'lsam, Mr. Black o'ldirildi degan ma'noda keladi. Mana bu siz gotni o'chirib qo'ysangiz, Mr. Black o'ldirdi. Gotni qo'yadigan bo'lsam, Mr. Black o'ldirildi degan ma'noda keladi. Buni ham siz shu bilan cheklanib qolmaysiz. Конечно, boshqa fe'llar bilan ham gap tuzish mumkin. Ma'nosini tushunib olsangiz, asosiy ma'nosini, demak, fe'lni 3-shaklini oldidan men get qo'shib aytadigan bo'lsam, ish harakat man bajarmayman, menga nisbatan bajariladi. Ya'ni topmayman, meni topishadi. Yo'qotmayman nimanidir, meni o'zim yo'qolib qolgan bo'laman. Yoki aytaylik, urmayman, meni urishadi. Yoki aytaylik, yana nimadir, masalan, jazolamayman, meni jazolashadi. Ya'ni siz fe'lni 3-shaklini oldidan get qo'ydingizmi, ish harakat sizga nisbatan bajarilayotgan bo'lib qoladi. Va boshqa bir fe'llar bilan ham bu jadvalni uzoq davom ettirish mumkin. Men iloji boricha ko'proq misol keltirishga harakat qildim. Hayotda eng ko'p ishlatiladiganlarini topib misol keltirdim. Bu yog'ini o'zingiz davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Eng kamida mana shu narsani bilib qo'yadigan bo'lsangiz, get bilan speakingda yaxshigina baho olsangiz bo'ladi. Ya'ni sifatlardan fe'l yasab ketaverasiz va mana bu strukturani bilishingizni ham ekzamenlarga ko'rsatib qo'yasiz va gapirishingizga ham oson bo'ladi. Kundalik hayotda ham juda ham ko'p kerak bo'ladigan bu struktura. Xo'p, buni esda qoldirish uchun albatta siz gaplar tuzishingiz kerak o'zingiz uchun. Hech bo'lmasa, mana shu videoni kommentariyasiga get bilan bitta adjektiv olib gap tuzing va getdan keyin bitta fe'lni 3-shaklini ishlatib gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda maksimalni tushuntirishga harakat qildim. O'ylaymanki, foydali bo'ldi. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.